Davom etamiz. Avvalgi dasturlarimizdan birida Toshkent viloyatidagi bog'chalarda 1922 nafar bola zaharlangani, ushbu holat yuzasidan 11 nafar shaxsga nisbatan sud jarayoni boshlangani haqida xabar bergan edik. Ular xavfsizlik talablariga javob bermaydigan mahsulot ishlab chiqarish hamda sanitariya qoidalarini buzishda ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Bo'ka tuman sudida Toshkent viloyatidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ommaviy zaharlanganiga oid navbatdagi ochiq sud majlisi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhamedova sud jarayoni haqida so'z yuritadi. Toshkent viloyatida 2000 ga yaqin bog'cha bolasi zaharlangani bo'yicha sud jarayonida yangi savollar paydo bo'ldi. Avval tergov organi bolalar Oqqo'rg'on tumanidagi sexlarning birida ishlab chiqarilgan kefirdan zaharlangan bo'lishi mumkinligini ilgari surgan. Shuning uchun dastlab ayb sut mahsulotiga qaratilgan edi. Ammo oxirgi sud proseslarida go'sht ham ehtimoliy manba sifatida tilga olinishi ishda yangi savollarni yuzaga keltirdi. Muhokama markaziga go'sht mahsulotlari ham chiqdi. 2 oktyabr kuni tuman glavvrachi telefon qilishdi. Shu birinchi bog'chaga holatda shunaqa bo'lyapti dedi. Go'sht esa nosog'lomroqligi to'g'risida ma'lumot berdi telefon orqali. Keyin mutaxassislarni oldik, uchastka doktorlarini oldik. Borib o'rgandik. Haqiqatan go'shtni ochib ko'rsak, erta ota-onalar, asosan ota-onalar janjal qilgan. Ertagi povurlari aytayapti, men bu go'shtni hisob bolalarga bermayman deyapti-da. Ekspertizasi ham iste'molga yaroqsizligi ko'rinib turgan go'sht surati esa ommaviy zaharlanishda. Go'sht mahsulotlari ham ehtimoliy omil bo'lgan bo'lishi mumkinligi haqidagi shubhalarni kuchaytirdi. Beshta ko'rganman. Holati muzlagan, qattiq, yomon joylari ham bor. Atroflarini ochsangiz qop-qora bo'lib ketgan joylari ham bor. Mog'orlab. Siz o'zingiz nechta bog'chaga borasiz? 6 taga borganman. Bittasi olmabdi, go'sht yomon bo'lgan, ana ombor mudir qaytarib yuborgan. 30 kg, 34 kg go'sht kelgan dedi. Ko'rgan, qoraygan, men sen go'shtingni olmayman degan atkaz berib qaytarib yuborgan. Qaysi bog'cha? To'liq esladim, ancha o'tib ketdi endimga. Agar u go'sht olmagan bo'lsa ham o'sha bog'cha zaharlanish bo'lganmi o'shanda? Yo'q, zaharlanish bo'lmagan. Hozircha sud yoki ekspertiza bolalar aynan go'shtdan zaharlanganini rasman tasdiqlagani yo'q. Biroq sudda eshitilayotgan ko'rsatmalar, birinchi xulosalar, ya'ni kefir versiyasi atrofida jiddiy savollar borligini ko'rsatyapti. Мясо совсем были страшные. Гош вообще зеленый, и желтый там, и черный даже. Ну, почернел. Ну, я сделала химические реакции, конечно, попросили этот яракли, яраксыз аныклаш беринг деген, да? Да, яраксыз. Ну, этот нездоровый. Нездоровый, да. Majbur so'yilgan mana shunaqa, да? Поставить кипятить пробоваркой на всю лабораторию. А Паша приехал, она вообще вот так закрыла. Endi eng asosiy savol ochiq qolmoqda. Qariyb 2000 bolaning zaharlanishiga va bugungacha asoratlar bilan kurashishiga sabab kefir bo'lganmi yoki bog'chalar oshxonalariga yetkazilgan sifatsiz go'sht va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari ham bunda rol o'ynaganmi? Raislik etuvchi jinoyat ishlari bo'yicha Bo'ka tuman sudi raisi Musa Yusupov sud so'rog'ini davom ettirmoqda. Mo'tabar Nurmuhamedova, Aydus Ermakbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.